Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Kardinal yaxshimisizlar, charchamasdan do'stlar. Bugun PUBG Mobile ga Qorbobo bilan Qorqiz qo'shilibdi. Yey! Hozir esa sizlar bilan birga mana shu Qorbobo bilan Qorqizni open case qilamiz va nechisiga chiqadi, nima bo'ladi ko'ramiz. Lekin hammasini olaman. Bugungi ruletkadagi hammasini olaman, chunki bu Qorboboni qaranglar, takoy zamonaviy Santa Claus do'stlar. Ramikan bor bugungi videoda, Ramikan bor. Qorboboni qaranglar. Da, buni qaranglar. Qorboboni kelib chiqing. Bu zamonaviy Qorboboda prям troslari, qanaqa bu turishini qaranglar. Bu yerda yana mana bunaqa kiyimchas, yarmi tishlangan. Bu obunachilar tishlagan buni menimcha. Boshini obunachilatish. Qorqizni ko'ramiz. Oy, bu Qorqiz elf deb elf. Menga hammasi yoqdi, hozir hammasini olamiz va bu yerda eski, bu yerda Qorqizni kiyimi ham bor. Bu jest qanaqa ekan? Glavniy shuni. Buni qaranglar. Qani? Ultimate o'ynaymiz siz bilan vot mana shunaqa o'yinga aloqador gaplar zo'r. Menga ruletkadagi hamma narsa yoqdi. Unda open case'da boshlaymiz va Kardinal oilasi haligacha kimlar videomizga like bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosib kanalimizga obuna bo'lib va qo'ng'iroqcha tugmasini ham qilib yondirib qo'ying. Bu bizning 4-YouTube kanalimiz. Tezroq 100 mingta bo'lishimiz uchun men harakat qilib ko'proq video chiqaryapman. Shuning uchun ham siz albatta like bosib, obuna bosib qo'ying. Rahmat. Endi kibrni yoqib, yo like bosmayman, yo obuna bosmayman deyish bo'lmasin. Kibrni chetga suramiz. Like bosamiz va obuna bo'lamiz. Nechta Gmail akkauntingiz bo'lsa ham hammasidan obuna bosinglar do'stlar. Chunki biz tezroq 100 mingta bo'lsak, mana bu orqada turgan Serebrini knopka, Serebrini knopka keladi do'stlar. Tezroq biz 100 mingta bo'lishimiz kerak. Yana bittaga ko'payamiz, yana 100 mingtaga ko'payamiz bittaga. Yana knopka ko'payadi do'stlar. Tezroq faqat 100 mingtaga hissangizni qo'shganingiz uchun rahmat. Rahmat, поддержка. Da. Bam. Like, kommentariga Kardinal tizza. Adzbek tizza. Kommentariga Ramik tizza. Har doimgidek kommentariga Ramik tizza, Ramik bot, Ramik yalqov, votan shunaqa yaxshi so'zlar. Nechisiga chiqadi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada hozirdan yozib qoldiringlarchi, nechisiga chiqadi. Bizda hozircha normal. 5100 ga chiqsa kerak, 5000, 8000 ketsa kerak-da maksimum. Bu yaxshi-da. Bu kiyimga 8100 chiroyligini qiladi. Da, bu yana 210 yusa ekan, 270 yusa ekan, aylantirish arzon ekan. Moneta bilan 4000, 5100 ketar ekan. Da, do'stlar. Va Kardinal oilasi bilasizmi? Mana bu iPhone men orqada turibdi, bilasizmi? Men do'stlar Telegramda elfchasini berdi. Vo do'stlar. Konkursni boshladim-da. Yangi yil kelayotgani uchun juda ham katta konkursni boshladim. Konkursimizda yangi iPhone 17 Pro Max. Undan tashqari 10000 UC va Lednik full account. Undan ham tashqari eng asosiysi 100 ta Real Pass qo'ydim. Men 100 kishiga RP sovg'a qilaman. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida, ya'ni opsiyada konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi shu silkani bosib Telegram konkurs botimizga kirasiz va start tugmasini bosasiz. Bu yerda chiqqan atigi 5 ta rasmiy sahifamizga obuna bo'lib chiqasiz. Telegram kanalimizga kiramiz, obuna bo'lamiz va xuddi shunaqa birin-ketin hamma kanalga obuna bo'lib chiqamiz. 10 sekund vaqtimni ajratib atigi 5 ta sahifaga obuna bo'lib chiqdim. Endi barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosaman va raqamimni ham yuboraman va bo'ldi, biz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik. Va mana ID raqamim 5, hamma o'ziga alohida ID raqam bo'ladi. Kimning ID raqami 30-dekabr kuni streamda kelib chiqsa, iPhone 17 Pro Max yoki 120 ta sovg'adan bittasini yutib oladi. Bir narsani unutmang, konkursda qo'yilgan sovg'alar soni juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Atigi 1 minut vaqtingizni ajratib konkursimizga qatnashing. iPhone 17 Pro Max, UC, account yoki eng kamida RP yutib keting. Hammaga omad. Da do'stlar, bu konkursimiz yilning oxiri bo'lganligi uchun birato'la katta konkurs boshladim. iPhone 17 Pro Maxni kim yutib olsa ham, juda ham bir eng omadli inson bo'ladi do'stlar. Hammaga omad konkursida. Kirib qatnashib qo'yinglar. Tak, bizga bu bizda bor edi. Moneta bo'ldi. Okey. Va yana 10 talik. Davay bizga tezroq Santani kiyimini ber, bizga bam пропустить. Уже bo'ldi. Legendarkalarni hammasini oldik. Yana 270 usi bizga Santa kerak do'stim. Давайте, ochamiz. Let's go. Пропустить bos. Bitta taktik qilamiz. Tak, qaranglar. Bam пропустить. Yo, bermadi. Ana пропустitni bosdim. 210 usiga bam berdi.
Fo, ko'rdinglarmi? Nechta moneta 40 ta? Ну 40 ta normalniy. Давайте ana 10 talik. Nima deb o'ylaysizlar? Qarang o'ylasa chatda yozinglar. Nechisiga chiqadi Santa? Nechisiga chiqadi yo chiqmaydimi? Bir ruletkadan juda ham kamdan kam mifik chiqarganman-da. Shu uchun vasha shansi past. Uj hammasini olding, по-моему. Mana bu jest. Santani 3 ta mifichskiy qoldi, bitta jest qoldi, bo'ldi. Lekin hozir sotib olsak ham bo'ladi, lekin sotib olmaymiz. Obunachilarim maza qilib ko'rishi uchun, kontent zo'r bo'lishi uchun maza qilib ko'ringlar do'stlar. Biz aylantiramiz ruletkani. Bizga shunisi qiziq. Mana moneta 1000 ta monetam bor. Sotib olsam bo'ladi bemalol, lekin yo'q. Maza qilib ko'rishingiz uchun kontent like bosib qo'yinglar, like va obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Men shuncha harakat qilib, yuzlarimni mayli yuzi ketsin, zato obunachilarim maza qilib ko'rsin deb opingiz qilyapman. Shu uchun like arziydi do'stlar. Like, подписка, like, subscriber. Hayabina. Bu arab tilida edi bu like obuna. 3 ta ochildi, 4-inchisi ochiladi. Bitta propustit bosvoramiz. O'zi biz 110 marta aylantirdik. Bu degani 3100 degani. 3100 ga hamma legendarni oldik. Buni aylantirdim. Endi buni ham bitta ikkita propustit qilamiz bu bo'lsa kerak. O'zi kam narsa qoldi. Mifichskiy narsani chiqarish o'zi juda ham qiyin-da. Aqalli bir boshini chiqarsa ham men vasha roziman shundan. Boshini chiqarsa ham gap yo'q. Bitta propustit, bitta bes bilan, bitta propustit. Endi bitta bes propustit. Buni atmay qilamiz, bitta bosamiz. Davay do'stlar, bizga ber. Mana shu yangi yil bo'lsin, yangi yildek bo'lsin do'stlar. Shunday. Mana даже obunachilarimni ham o'ylab yangi yildek bo'lsin uchun mana yangi yil uchun iPhone qo'yganman. Shu uchun ham yilning oxirgi kuni 30-dekabr kuni konkurs g'oliblarini aniqlaymiz. Chunki bu yangi yil sovg'asi-da, bu kardinaldan yangi yil sovg'asi. Endi men ham qorboboman-da, tipa men ham qorbobo. Qorbobo emas, qorbobo do'stlar. Yilning oxirligi uchun men ham obunachilarimni o'ylab sovg'alarni 120 ta sovg'a qo'ydim. Maza qilib bitib olinglar do'stlar. Konkursda omad qilmaga. 15 sekund vaqtingizni ajratib o'z omadingizni sinab ko'ring. 15 sekund ko'p emas. Shunday. Chunki sovg'alar ko'pda, aqalli bitta bo'lsa ham real pas yutib olishingiz mumkin-da. 100 ta real pas qo'yilgan chunki. Tak, 270 UC. Men nima bermayapti-yu? O'zimni Guardian Lucy'ni reklama qilishim kerak. Давайте ber, o'rta ber, bam. Oho! Ana Guardian Lucy'da ko'ryapsizlar. Ko'ryapsizlar. Ded Moroz oldi do'stlar. Endi reklama. Da. Tilning. Da do'stlar. Agar sizga mana shunaqa omadli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimni Guardian UC kanalimni tavsiya qilaman. Bu Guardian UC kanalimiz silkasi shu videoning tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz va siz avtomatik tarzda Guardian UC magazinimizga o'tkazib bemalol o'sha UC magazinimizdan eng arzon, eng omadli UC'larni xarid qilib olasiz. Ishonchingiz va xaridingiz uchun kattakon rahmat. Ko'rdinglarmi do'stlar? Guardian UC'ni tilimga oldim. O'sha menga Ded Morozni kiyimini berdi. Gap yo'q. Voy. Yo'y, hozir buni boshqa ham olaylik, full qilaylik, keyin ko'ramiz. Tak, buni olib qo'yamiz. Men bu yerdan bunisini ham olib qo'yamiz. Ashyo omadli bo'ldi. Do'stlar. Guardian UC'da o'sha uchun aytaman do'stlar. Bizning UC servisimiz butun O'zbekiston bo'yicha birinchi o'rinda turadi, butun SNG bo'yicha top 5 talikda turadi. Ya'ni tezkor servis, omadli UC hammasi bo'yicha do'stlar top birinchi o'rinda turadi O'zbekistonda. Shuning uchun xarid qilib olinglar, bir sinab ko'ringlar bizning UC servisni. Ded Morozda bitta boshi bilan bitta o'sha qimmatini oldik bilan sotib olsak ham bo'lar ekan. Qarab, mana bu sochini qo'ysa какой-то oddiy, lekin bunday o'qisa agar вот такой. Прям mana shunaqa takoy ekan. Bizga deyman, bu soqoli kerak bizga. Soqol bilan achkisi kerak. Bitta achkiga sochib qo'ying. Nimagadir ko'nglim mana shuni osh deyapti. Bilmadim. Bitta. Bam! Yana bitta. Qani? Bam! Bunga omadsizmi? Yo'q, bu omadsiz ekan bu keysimiz. Buni hazillashdim. Ded Morozni ochamiz do'stlar. Tak. Jest ham berganda zo'r bo'lardi. Jest, давайте. Ya'ni 270 UC, lekin eng qimmatini berdi-da, lekin berishga yarasha Guardian UC degan paytda 100 ketdi o'pchi. 5000 ketdi уже 5000 ketdi. 4000 ketdi. 4000 уже hammasini oldik, hammasini. Mifik, hammasini oldik. Chunki Guardian UC 180 marta aylantirdik. 100 tasi 2700 UC bo'ladi, nuda 4000 5000 UC ketdi. Va propustit, bam. Yana bir ikki marta ochib ko'raman, bermasa sotib olaman do'stlar. Let's go. Mana shu ruletkasidan eng kamida jestini yoki boshini bersa ham zo'r bo'lardi. Bizga soch qiziq emas, soch bizga yoqmadi. Soqol qiziq. Bitta soqoli qopti o'zi. U sochini ham berdi oxirida. Bermagandi sochini, bermagandi. Full set da. Ne, g'rum. Jestini berdi.
Bo'ldi, men roziman. Bu keysdan ming roziman do'stlar. Men bu keysdan всё, men ortig'ini ham berib yubordim. Men rozi edim, jestini ham sotib olishga rozi edim, lekin oxirida jestini ham berdim. Men roziman do'stlar. Bitta soqolchasini sotib olaman. Bo'ldi. И bam! Yey! Поддержка. Yey! Men даже PUBG bizani поддержка qilyapti do'stlar. Nahotki men obunachilarim meni поддержка qila olmaydi. Qila oladi-ku, to'g'rimi? Like bosib, obuna bosib qo'ysangiz bo'ldi. Sizlardan menga katta sovg'a shu. Oddiygina like, obuna и всё do'stlar. Rahmat kattakon, like'ingiz, obunangiz uchun kattakon rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Давайте kibrni chetga surib, like, obuna bosamiz. Rahmat. Tak, bu yerga kirib, hammasini olamiz. Bitta mana shu soqolchasini sotib olamiz, a? Bam! Oy. Biz Ded Moroz bo'lamiz. Ded Moroz, let's go. Bu yerdan ham chiqamiz va bu maska ekan, mifический maska. Yey. Oy. Mana do'stlar, Fravim bu Ded Moroz. Yey! Endi o'zimizni haqiqiy Ded Morozni ekanmiz. Bam! Oy. Qorbobomiz oppoq, peshonasi yalpoq, hassasi uzunchoq. Menga bering o'yinchoq. Let's go. Yo'qdi, bu ham takoy, ko'ryapsizlar, bu ham chiroyli, sochi chiroyli-da buni. Bunday qilamiz, full set. Kommentariyada yozib qoldiringlar, sizga Ded Moroz yoqdimi yoki yoqmadimi? Menga shaxsan o'zimga lekin yoqdi. Prosta chiroyli lekin bilan. Va do'stlar, o'sha gap sizga arzon ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, silkasini videoni tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosib, UC magazinimizga kirib, arzon ishonchli UCni xarid qilib olishingiz mumkin. Xaridingiz va ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Va do'stlar, yana bir bor men sizga eslataman, men Telegramda yangi iPhone 17 Pro Max'li va undan tashqari 10,000 UC Leading full account va 100 ta real pasli konkurs boshlaganman. Kirib qatnashib qo'yinglar, sovg'alar soni juda ham ko'p. Konkursga qatnashish juda ham oson do'stlar. Mana shu videoni tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, konkurs botimizga kirasiz. Atigi 5 ta dona kanalga tirsiz, obuna bo'lasiz va bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy olasiz. Men esa 30-dekabr kuni, yangi yildan bir kun oldin 30-dekabr stream yoqib, hammani ko'zini oldida mana shu iPhone 17 Pro Max'ni ham va qolgan 120 ta sovg'ani ham random tarzda aniqlab, g'oliblarni obunachilarimga shaxsan o'zim sovg'alarni topshiraman do'stlar. Konkursda omad tilab qolaman do'stlar. Mana shu aynan iPhone mana sizniki bo'lishi mumkin do'stlar. Kirib qatnashib qo'yinglar. Va do'stlar, videoga haligacha like bosmaganlar bo'lsa, hozirroq videomizga like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'yinglar. Nechta Gmailingiz bo'lsa ham hammasidan tirs kirib, YouTube'ga keyin Cardinal GG deb qidirib, kanalimizga obuna bosib qo'ying, chunki biz yaqinda 100 mingta bo'lamiz. 100 mingta bo'lishimiz kerak. Tezroq. Yangi yilga sovg'a, yangi yilga menga sovg'a qilinglar, tezroq biz 100 mingta bo'lsa juda ham qiziq. Knopka kelsin tezroq, 4 ta knopka bo'lsa, men mana shu yerda 4 ta knopkani ilmoqchiman. Chiroyli vid bo'ladi. Rahmat. Obunangiz va like'ingiz uchun kattakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr, siz bilan Kardinal va Ramik bo'ldi. Bye do'stlar.